Aktrisa Anjelika Yesenbetova haqida xabarlar tarqaldi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalish uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. 151 kilogramm bo'lib ketgandim, deydi aktrisa. Aktrisa Anjelika Yesenbetova rol tufayli qanday qilib 35 kiloga ozgani haqida so'zlab berdi. Kino va teatr aktrisasi Anjelika Yesenbetova efirda To'raxonov ko'rsatuvida qatnashib, Namoshomgul filmdagi roli uchun 35 kilogramm vazn tashlagani haqida so'zlab berdi. Aktrisa filmda bosh qahramon rolini o'ynagan. Semizlik salomatligimga jiddiy ta'sir o'tkazayotgan edi, deydi aktrisa. Namoshomgul filmdagi ijrom uchun 35 kilogramm vazn tashladim. Yana 20-25 kilogramm ozsam yetadi, deydi aktrisa. Bu maqsadimni dugonam Bahora Aslonovaga necha yillar avval aytgandim. U kinoga singlim rolini o'ynash kerak edi. Ammo film u 3-farzandini dunyoga keltirishi kerak bo'lgan vaqtlarda suratga olingani uchun nasib qilmadi. Xullas, shu loyihada o'ynasam ozishga kirishaman, lekin o'xshamay qolsa ham baribir harakatni boshlayman deb turgandim. Sababi og'ir vaznning eng cho'qqisiga yetib kelgandim, deydi aktrisa. 151 kilogrammga chiqqandim. O'zimni yomon his qilib, oyog'imga og'riqlar boshlangandi. Salomatligimga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan edi, deydi aktrisa. Anjelika Yesenbetova ijodiy guruh uning ozishini bir necha oy kutgani haqida ham gapirib berdi. Harakat qilib, film sabab bir o'q bilan 2 quyonni urdim. 151 kilogramm paytimda filmning 98% qismini suratga olib oldik. Kino so'ngida esa qiz ozgan bo'lishi kerak edi. Ijodiy guruh mening ozishimni 3 oy kutishdi. Hozir 5 oydan buyon parhez qilyapman va sport bilan shug'ullanyapman, deydi aktrisa. Instagramimga kuniga xabarlar keladi. Mendek vazndan qiynalgan ayol qizlar, hatto erkaklar ham yozib tabriklashdi, deydi aktrisa Anjelika Yesenbetova. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.